Tak, telefonimni olish kerak, rasmga olish uchun, chunki judayam noyob qishloqqa ketyapman man. Xo'p, kerak narsalar olamiz, izumutlar, ovqatlar, xullas qilich, kirka, hamma kerak narsalar ishlayman albatta. Hammangizlar do'stlar, mana bu yangi joyga xush kelibsizlar. Do'stlar, mana buni qaranglar, men nima oldim? Bu axir mashina-ku, bugun bu mashinada biz judayam noyob qishloqqa boramiz. O'sha videoni ortidan ko'rib olgan bo'lsangiz kerak, qayerga borishimizni, xullas biz juda ham tekis qishloqqa boramiz. Juda ham noyob va juda ham g'alati, lekin chiroyli qishloqqa boramiz. Menga obunachi kommentariyada yozib qoldirdi. Mana shu qishloqqa boring deb. Men ko'rdimda, xaritdan topdim o'sha qishloqni. Xo'p dedim, mana shu qarasam ekan, xuddi shunaqa tekis do'stlar, qaranglar chiroyligini shuning uchun boring kelib ketyapti. Men o'zi ko'p qishloqlarga borganman, lekin bunaqa qishloqqa hali umuman bormaganman. Uzoq yurishim kerak ekan. Men uzoq yurdim, уже keldim. Bu qishloqqa mamuni qaranglar. O'g'anit даже qishloqqa turibdi, balki nimadir so'rovlar mana bu yerda. Salom qishloqqa. Siz o't o'chiruvchimisiz? Yo'q, nimaga? Pojarniga o'xshayapman o't o'chiruvchiga. To'g'ri, qizil skina, lekin men o't o'chiruvchi emasman. Men просто sayyohman, bu yoqqa qarashga keldim. Iltimos, mana oling, iltimos, aniyatdan yong'in bor, o'shani o'chirib keling, iltimos deymasiz. Nima yong'in? Hozir o'chirib kelaman deb. Bemalol mamuni qarang do'stlar, yonayotgan ekan, bu yerda yong'in bo'layotgan ekan. O't o'chiruvchi narsasini berdi, endi o'chirib kelishim kerak ekan. Mana o't o'chiruvchi odamni bo'ylashdi, pojarni bo'ylashdi mana. Lekin men oddiy odam edim, просто skinam qizil bo'lgan shakalam. Davay o'chiramiz. Davay. Bo'yim yetmayapti. O'tda bo'yim yetmayapti. Yana bir bor. Mayli, men bittadan chiqamiz, bloklarni sindirib. Obbo do'stlar, qanaqa bo'tda yong'in bo'lib qoldi. Ne yong'in bo'lib qoldi? Men kelishimga aylanay. Bo'ldi. Hamma yo'lni o'chirdim. Endi qishloqdan so'raychi. Ne o'zi bo'tda yong'in bo'layotgan ekan? Nima bo'lyapti o'zi bo'tda? Mayli borlicha qishloqning yoniga bo'ldi do'stlar, hamma narsani o'chirdim. Endi ketdi. Mana qishloq yonmasin dedi do'stlar, chunki eng noyob haykal desam bo'ladi dedi do'stlar. Arxitekturning qurilma juda ham zo'r qurilgan. Mana buni qaranglar, tekis qurilgan, ishonsa yoqib ketyapti menga. Imomnaqa bog'lar juda ham hammasi tekis, bitta blok ham tushib ketmayapti. Juda ham yoqib ketyapti. Bu qishloq yo'qolsin, boshqa qishloqlar, lekin bu qishloq yo'qolmasin do'stlar. Juda ham yoqib ketyapti, chunki bu qishloq yana to'rani o'rasida ekan to'lani. Qishloqqa nimaga yonib ketdi o'zi? Menga tushuntirib ber hammasini. Juda ham noyob qishloq ekan, menga juda ham yoqib ketyapti. Noyob, lekin har kuni bu yerda yong'in bo'ladi. O'shaning uchun bu noyob qishloqni endi yopishga to'g'ri keladi. Nima yopishga to'g'ri keladi? Nimaga? Yo'q, qishloqni yopish kerak emas axir. Eng zo'r qishloq sizlarniki, uni yopasizlar. Bu yerda muammolar juda ham ko'p. Mana qarang, hozir yong'in bo'ldi, to'g'rimi? Olov yondi-yu. Bu har kuni necha martadan bo'ladi? 2-3 martadan yong'in bo'ladi bizning qishloqqa. O't o'chiruvchi odamlar chaqirsa kelolmaydi, chunki o'tlarni tog'larni o'rasida bizning qishloq. Tog'larni o'rasida bo'lgani uchun o't o'chiruvchi mashina hozir kelamiz endi, bu yoqqa yetib ham kelolmaydi. Muammolar bu yerda juda ham tiqilib yotibdi. Hamma qishloq ketib qo'ygan. Qishloqqa shunaqa degan, balkim senga yordam berarman. Nimadir kerakmi senga? Hozir to'xtab tur do'stlar. Bu qishloqni yopish kerak emas, sayyohlarni ko'paytirish kerak bo'ldi, odamlar ko'proq kelish kerak bo'ldi qarashga, qishloqqa kelish kerak yashashga. To'g'ri desan, u lekin qishloqlar hammasi ketib olgan. Bilasanmi, eng katta qishloq bor-ku. O'sha yoqqa ketgan qishloqlar, boshqa qishloqlarga ketgan. Bilaman eng katta qishloqning qattaligini. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. O'yinchi, bizning qishloqda muammolar juda ham ko'payapti. Tog'ni o'rasida bo'lgani uchun o'yinchi ovqatlar yetib ketmaydi. Afzal o'zimizni qishloqimizda ovqatlayam yo'q, chunki meni bog'larimda qanaqadir o'rgimchaklar yuradi. To'xta, balkim sen yordam berarman, o'rgimchaklar yuradi deysan. Meni bog'larimda bir ikki tashiyman hozir bu o'rgimchaklarni. Hozir to'xtab turgan qishloqim meni o'zim bog'larimda shunaqa qilib tashiyman. Qani o'rgimchaklar? Qanida mana tushib ketyapti. Oy, namni tez yurasizlar. Hozir demani qilichim bor axir. Sekin. Ikkita qipim qoldi. Hamma bog'larni shunaqa qilib yo'q chiqaman bu o'rgimchakdan. Keyin maza qilib ovqat yeyverishadi bu yerda. Yana o'rgimchak davay berkima olma senga.
qani yana o'rgimchaklar, qani hozir mana shu bog'ni oxirigacha borib kelaman-da. Mana bu do'stlar, hamma yo'lni tekshirib qo'ydim. Hamma o'rgimchaklarni olib tashladim. Men bu qishloq yopilish kerak emas. Men dehqonman, bo'ldi, masli yordam berdim. Bu qishloqni yopmaylik endi. Mana hamma olgan narsalarim olib kelyapman sizlarga. Bug'doylar, kartoshkalar. Voy, rahmat sizga o'yinchi kattakon bo'ldi. Moshinangizni bizga bersangiz, bitta avtomexanika bor, sizga sovg'a beraman. Moshinangizni yangilab beraman. Ha, yaxshi bo'lmasa yengilab bersangiz juda ham yaxshi mashinamman. Ha, bo'lmasa aylanib chiqsam bo'ladimi sizlarning qishloqinglarni? Ha, bo'ldi, aylanib chiqavering. Ha, bo'lmasa aylanib chiqinglarchi, bunaqa uylar ham bizda bor, hamma uylar bunaqa bizda bor, bunaqa qo'shnimi uyi shunaqa. Xullas, ko'zingizni ko'ramiz. Nima bo'ldi bu uyga? To'xtanglar, hozir tuzatib qo'yaylik-chi. Balkim shuni ham tuzatish qo'limdan kelar. Albatta qo'limdan keladi. Oson-ku axir bu. Hozir tuzatib qo'yamiz-da, do'stlar. Bu qishloq yopilish kerak emas. Men qo'limdan kelgancha yordam beraman bularga hali. Chunki bu qishloq juda ham zo'r, noyob, sayyohlar kelish kerak. Menga o'xshagan turistlar, xullas, mashqa zo'r qilib qurib qo'yishim kerak. Qanday qurishim kerak edi? Ana bo'ldi, do'stlar. Endi hozir mazni olishim kerak. Do'stlar, hozir ichiga zina qo'yib chiqayim. Ayo, bo'tda emaskan. Mana zinachim qoladi bo'tda ham. Mana bo'ldi, do'stlar. Bu yoqqa zina qo'yib qo'ydim. Voy, rahmat o'yinchi, men sizga xuddi shuni aytmoqchi edim. Bizni qurolmayapti uni shuni. O'sha sizga hech kim uyalyotgandim. Ha, bo'ldi, onsan, men bu tuvunma qo'ydim. Prosta bu qishlog'imizda yuraveradi bu to'v. Ha, bo'ldi, qishloqi menga onsan. Mana sizga sovg'angiz, Pandora box sizga. Qishloqi kerak emas edi menga, oxir juda ham noyob, zo'r narsa-ku oxir bu ham. Ha, bu sizga sovg'a. Rahmat sizga qishloqi. Bo'ldi, hozir ochib ko'raylik-chi, bo'lmasam qanday qochib turing. Qishloqi mamnun qaranglar, menga Pandora box sovg'a qildi. Bu tochimga qolay, ya'ni tochiman. Bu tochimni qilaman, axir yomon narsa chiqib qolsa-chi, bu qishloqni buzorsa-chi do'stlar. Yordam beraman deb buzorsam juda ham yomon bo'ladi. Shuning uchun mana mashinalar ochib ko'raman. Nima bu kim? Kim yuribdi? Ya'ni ne mandan bekim oldi? Nima o'g'rimi bu yoki yomon odam qarib bor ko'llichi oldiga? Balki yomonlik qilayotgandir bu qishloqga. Tushunmadim, kimsiz? Assalomu alaykum. Men biologman. Men prosta mashinaqa o'tlarni, daraxtlarni yaxshi ko'raman. Sizlarning qishlog'inglarni ko'rib qoldim. Sizlarning qishlog'inglar juda ham noyob va chiroyli ekan. Shudan rasmga olmoqchi edim. Shudan ko'rib chiqmoqchi edim sizlarning qishlog'inglarni. Juda ham zo'r ekan axir. Bizning qishloq zo'r, mamnun qaranglar. Hammasi ketgan. Mana qishloq emas, men prosta sayyohman, ko'rish keldim. Ha, yaxshi, men ham bu yoqqa ko'rishga keldim. Juda ham yoqib ketyapti sizlarning qishlog'inglar. Ha, bo'pti, sizga omad. Yomon odam emas ekan, yaxshi odam ekan. Mayli do'stlar, Pandora box hozir ochib ko'ramiz. Davay, ketdi, tepaga ko'tarilyapti. Nima tushib kelarkan, o'tan zo'r narsa tushib kelarmikan? Davay, nima? Hech tushmayapti. Ayo, mana do'stlar, kirpichdan. Nima kirpichmi? Kirpichdan yomg'ir yog'yapti. Juda ham kerak emas narsa ekan, yomon narsa tushdi. Nimalar yana bu kirpich qaranglar, Mametda nimalar tushyapti? Tushunmayapman, olmalarmi bu? Mametda yana qadar bloklar tushib ketyapti. Xullas kerak emas narsa ekan. Mayli, hammasini yig'ib olaylik bo'tdi. Mayli do'stlar, musor qilmaymiz, axlat qilmaymiz, axir bo'tdi. Nimalar endi bu? Qanaqadir mayli kerak emas narsa-yu do'stlar. Uni qaranglar, o'sha kamalak bor ekan yerda даже. Mayli ketdi qishloqning oldiga. Nima bu? Mana uyi tepasida tushunmadim. Qishloqqa turgan ekan, qishloqqa nima bu? O'yinchi, ketib qoldimi deb o'ylayman. Sovg'ani olmasdan. Mametta bizda vertolyot turibdi, 3 kiz kelyaptimi? Ha, qishloqqa 3 kim kelyapti axir mana. Ha, bo'lmasa yurtni boqsangiz bo'ladi. Xohlasangiz o'zingiz yutsangiz bo'ladi. 3 ta izimrod turadi. 3 ta izimrod deysizmi? Bo'ldi. Yo'q, siz yaxshi olgan bo'lganingiz sizga 2 ta izimrod qilib beraman. Bo'ldi, mana sizga 2 ta izimrod beraman-da hali. Bo'lmasa yana ko'zingizni 5-uyga qarab keting, sovg'ingiz tayyor turibdi. Qanaqa sovg'a ekan? Bo'ldi, mana sizga 2 ta izimrod. Bo'ldi, rahmat sizga. Men ketdim, bo'lmasa vertolyotdan tushib keting. Ha, bo'ldi, bemalol olsangiz bo'ladi. Ko'zingizni 5-uyga qarab keting, sizdan chiqmasin. Bo'ldi, xo'p, qarab ketaman do'stlar. Hozir endi men vertolyotda uchaman. Qani ketdim vertolyotda. Vertolyot boshqarish shuncha yaxshi bilmayman-u, lekin mayli. Davay, qo'ldan kelgancha ketamiz bo'tdan. Davay, sekin uchdi. Do'stlar, men qishloq juda ham zo'r ko'rinar ekan, lekin bu tepadan qaydamiz qinmadi-da. Ko'zingizdan 5-uyga qarab ketdi.
ketding nima? To'xtanglar, mani mashinamni melaqda mexanikga beruvdi-ku, axir mashina ustasiga beruvdi. Hozir chiqib qarab ko'ramiz dedi do'stlar. Sekin o'tishim kerak. Endi qo'nsammikin? O, rostdan ham zo'r ko'rinar ekan, lekin havodan bu qishloq. Mayli, sekin qo'nishim kerak. Qo'nsammikin? Mana mashaqqa sekin. Mana bo'ldi do'stlar, bo'ldi. Qo'yib yuboraman. O'zi joyiga uchib keladi. Vertolyot uchish menga emas edi do'stlar. Umuman menga emas vertolyot uchish. Mana. Shu mashina avtomexanik ko'rmadim mashina ustasini. Axir mashina ustasi. Mana sizni mashinangiz tayyor bo'ldi. Qishloqqa yetuvini menga qilib qo'ygin deb. Xo'p, bu mani mashinammi? Azgacha bir ikkita narsalarni kuchaytirib berdingiz mashinangizga. Rahmatlik otaxon, lekin bu mashinani qarang do'stlar. Bo'ldi, 300 bo'ladi sizda, hammasi tekin. Rahmatlik otaxon, shuncha yordam berishdi, menga sovg'alar berishdi, hamma ularga yordam berdim, qishloqni saqlab qolishdi. Do'stlar, mana buni qaranglar, mana mashinam hozir uchib ko'ramiz deb bu mashinani voyabshi o'zgartirib yuborishdi-yu. Avtomexanik ko'rdinglarmi, qaragina, imomni ishla qilganini qaranglar, juda ham zo'r qilibdi mana mashinamni. Yaxshi, lekin do'stlar, hammasi menga yo'qdi bu qishloqda, bu qishloq yo'q bo'lib ketmasa bo'ldi-da. Xohlagancha qo'ldan kelgancha bu qishloqqa yordam beraman, lekin bu qishloq yo'q bo'lib ketmasin do'stlar. Rostdan ham to'g'rilarni o'rtasida ekan, o't o'chiruvchi odamlar kela olmaydi. Bu yerda yong'inlar juda ham tez bo'lar ekan. Mayli do'stlar, endi maza qilib ovqat yeyurishadi. Uylarni ham qurib berdim, ta'minlab berdim. Bo'pti. Bo'lmasa sizlar bilan xaylash vaqti keldi. Bugun sizlar bilan juda ham noyob va g'alati qishloqni ko'rdik. Yo'q bo'lib ketadigan, lekin yo'q bo'lib ketmasam, juda ham yoqdi menga, juda ham chiroyli ekan, tekis ekan lekin do'stlar. Bo'pti, like bosish, avval mashinadan chiqmasin, hamma har keyingi joyimda kuzatishga davom etinglar.